Assalomu alaykum YouTube kanalimiz qadrli ishtirokchilari, bizni kuzatayotgan musofirdan hammaga salomlar yo'llab qolaman va o'rtoqlar, o'yinimiz haqida to'liq ma'lumotlarni beraman. Videoni albatta oxirigacha tomosha qiling, kerakli ma'lumotlarni qabul qiling. Demak do'stlar, bittadan layklarni bosib qo'yamiz. Men bo'lsa ma'lumotlar berishni boshlayman. Demak o'rtoqlar, 12-o'yinimizda O'zbekistondan 10 dona avtomobil qo'yilgan. Glavni prizimiz ko'rib turganingizdek, Hyundai Elantra avtomobili 2021-yildan Nardagre holati bomba do'stlar. Bundan tashqari 2023-yildan 5 dona Gentra avtomobili va 2023-yildan 4 dona Cobalt avtomobillari qo'yilgan. Endi o'rtoqlar, ko'p ishtirokchilarimiz savol berishyapti. Qirg'iziston, Turkmanistonda ishtirok etayotgan ishtirokchilarimizga do'stlar javob berib o'tib ketaman shu joyida. Agar do'stlar O'zbekistondan mashina yutadigan bo'lsalaringiz, har bitta mashinalar o'rniga albatta pullari beriladi. Ko'ngilni xotirjam qilamiz, o'yinimiz bomba bo'ladi. Demak o'rtoqlar, poddeshkani kuchaytiramiz do'stlar. Ertaga do'stlar Moskva vaqti bilan 20:00 da biletlarimiz tugasa finalimiz boshlanadi. Eng katta aksiyalarni do'stlar men qo'yib berdim o'rtoqlar. Bir dona biletimiz narxi 12-o'yinda 500 rubldan 1000 rublga do'stlar 5 dona bilet bo'lyapti. Agar siz O'zbekistondan Uzcard orqali bilet olib ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, demak 6 dona bilet bilan ishtirok etasiz. Bundan tashqari yana 3000 rublga bilet olgan ishtirokchilarimiz o'rtasida do'stlar O'zbekistondan 3 dona Damas avtomobili o'yinida ham ishtirok etasiz. Bundan tashqari 6 dona iPhone hamda pul yutuqlari va o'rtoqlar, biletlar soni agar sizda 100 dan ortiq bo'lgan bo'lsa, mana shu 100 dan ortiq bo'lgan bilet egalari 2 dona Matiz avtomobili o'yinida ham ishtirok etadi. Ko'rib turganlaringdek o'z-o'zidan do'stlar 12-o'yinimizda 15 dona avtomobil bo'lyapti va mana shu 100 ga yaqin bileti bor ishtirokchilarimiz, ya'ni 3000 ga 6000 ga bilet olgan ishtirokchilarimiz ham Damas, ham 10 dona avtomobil, hamda Matiz o'yinida ham ishtirok etishadi. Bu imkoniyatlardan do'stlar unumli foydalanib qolamiz. Va o'rtoqlar, yana bitta ma'lumotni berib o'tib ketaman do'stlar. Siz hozir agar 6000 rublga bilet oladigan bo'lsangiz, katta imkoniyatni diqqat bilan eshitamiz. 6000 rublga do'stlar bir dona Android telefoni sovg'a. Shunchaki Ulug'bek Qayumov kanalidan sovg'a beriladi va 6000 rublga 30 dona bilet beriladi. Mana shu 30 dona bilet do'stlar ham 10 dona avtomobil o'yinida hamda Damaslar o'yinida ham ishtirok etadi. Damas, iPhone'lar o'yinida ishtirok etadi. Ko'rib turganingizdek do'stlar, bor imkoniyat, bor aksiyalarni men qo'llab berdim. Bu yog'i endi poddeshka faqatgina biz obunachilarimizga mana shu videoni kim ko'rib turgan bo'lsa do'stlar, hammaga tarqatamiz. Like, kommentariyalar uchun do'stlar men aytganman o'rtoqlar, like, kommentariya mana shu Telegramga ishtirokchilarni qo'shgan ishtirokchilarimiz o'rtasida do'stlar yana $3000 pul yutug'i ham o'ynab beriladi. Xabarlaring bor do'stlar. Bir dona bilet narxi 500 rubl edi do'stlar. Hozirda 1000 rublga 5 dona bilet. 3000 rublga tashlaysiz do'stlar, 3000 rublga Damas o'yinida ham ishtirok etasiz. Agar 6000 rubl pul o'tkazadigan bo'lsangiz, Android telefoni podarka plus Damaslar hamda 10 dona avtomobil o'yinida ham ishtirok etasiz. Imkoniyat juda ham katta. Hamma imkoniyat do'stlar o'zlaringiz qo'llaringizda. Ulug'bek Qayumovlarga shunchaki do'stlar sababchi bo'lib qoladi. Xudo xolasa mana shu o'yinimizda albatta men ishonchim komil. Men 100% shaffof qilib beraman do'stlar. Telegram kanalimizga kim obuna bo'lgan bo'lsa, hamma ko'rib borishyapti. Excel'larni o'rtoqlar ochiq tashlab boryapman. Qaysi nomerlar bor, qaysi joylar bo'sh, qaysi joylar bo'sh emas. Hamma ishtirokchilarimiz ko'rib borishyapti. Demak o'ylaymanki, hammani ko'ngli to'q. Bundan keyin ham shunday bo'ladi do'stlar. Bizning maqsadimiz faqatgina kim bizga obuna bo'lgan bo'lsa, mana shu o'yinimizdan, kanalimizdan mashina yutsa, biz sizdan da ko'proq xursand bo'lamiz. Xudo xolasa mana shu oyda do'stlar juda ham ko'p xursandchiliklarga sababchi bo'lamiz. Nasib bo'lsa buni tez kunda do'stlar YouTube kanalimizda ko'rib borasizlar, kuzatib borasizlar. Ulug'bek Qayumov kanaliga ishonmaganlar, xudo xolasa negativchilar kutib qolamiz. Gazini bosamiz, o'yin bomba bo'ladi. Maqsadni qo'ying, hozir kiring, biletni oling. Men javob beraman. Mana shu o'yinimda albatta siz g'olib bo'lasiz. Bittadan like, hozir kirib biletni oling. Pastda ko'rsatilgan raqam Sberbankka bog'langan, yonidagi raqam Telegram. Chekni faqat Telegram orqali yuboramiz. Telegramdan esa biletlarni qabul qilamiz. Hamma ishtirokchilar, hammaga qarindoshlar bittadan omad tilayman. Xudo xolasa do'stlar, ertaga biletlarimiz tugasa, finalimiz boshlanadi. Hamma ishtirokchilarga omad, like'larni boshlaysan chiqarmaymiz.